Bismillahirrahmanirrahim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Kafa bil mar'i kadiban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'a." Aw kama qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Insonni gunohkor bo'lishligiga kifoya qiladi, uni har bir eshitgan narsasini boshqalarga zikr qilib aytishligi. Ya'ni aziz birodarlar, Alloh subhanahu va taolo bizga Qur'onni bergan. Payg'ambar alayhissalom orqali hadislarni Alloh subhanahu va taolo bizga yetkazdi. Albatta azizlar, biz shar'iy masalalarni Qur'on, hadis bilan va ulamolarimizning aytgan so'zlari bilan yechamiz va shunday javob beramiz. Ramazonda turibmiz. Ramazonda yuvinsa bo'ladimi degan masalada ba'zilar savol beradi, ba'zilarda turli tushunchalar bor. Aziz birodar, Ramazonda bir katta qoidani bilib olishimiz kerak. Ramazonda insonning badaniga, ya'ni insonning dimog'iga yoki oshqozoniga yaxshilab tushunamiz. Insonning miyasiga, dimog'iga va oshqozoniga kiradigan narsa bilan ro'za buziladi. Hatto ukol bilan ham ro'za buzilmaydi. Nima uchun desa, ukoldan haliga kirayotgan suv bu insonni to'g'ri badaniga kiryapti, lekin oshqozoniga bormaydi. U insonning miyasiga bormaydi, dimog'iga bormaydi. Shuning uchun azizlar, ukol bilan ro'za buzilmaydi. Biz aytmoqchi bo'lgan narsamiz shuki, yuvinganda ro'za buziladimi? Yo'q, buzilmaydi. Nima uchun desa, sababi yuvinganda insonning badaniga suv quyiladi, u suv oqib ketadi. Albatta, agarda qaysi bir yerlardan suv kirib ketadigan bo'lsa, og'zidan, burnidan yoki boshqa tomondan, unda boshqa masala. Lekin yuvinishlik bilan, dushga tushamizmi yoki boshqa bir tariqada yuvinamizmi, bu tariqalar bilan albatta ro'za buzilmaydi. Shuning uchun azizlar, har bir masalani qoidaga soladigan bo'lsak, inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni tutgan ro'zalarimizni, qilayotgan ibodatlarimizni, sadaqalarimizni qabul qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.